Hammaga ay dollaring borligini hamma bildi, o'zi dollar ko'rmagan. Bir sutka otasizlarmi shunda? Ertalab ishimiz bor. Yaxshi yotib olinglar unda. Isming nima sani? Holland. Hovli deydimi? Dada, cho'ntagingizda 2 pachka dollar borligini aytmaymiz unda? Hozir nima qilding o'zi? Aytmayapsanmi o'zi? Oh, boje, matushka. Nima qilyapti bu odam? Dadam uxlayaptilar. Uxlasa shunaqa uxlaydimi? Uxlaganda ko'zini ochib yotadilar. Ha, bo'pti. Mana u paketni oling. Hamma musorlarni tozalab o'zingizlar bilan olib chiqib ketinglar. Akajon niyat qilib pul yiqqandan bitta Cobalt olaman deb. O'chirdimni qancha kutsam kutaman chiqsa bo'ldi. Akajon, Drivers Village avtosalonida o'chirt kutib o'tirmaysiz. Pulini to'laysiz, boshini olib chiqib ketasiz. Seriozda? Albatta. Ana o'rni qisman trakkarchi. Ularni ham. Akajon, Toshkentga kelishi shart emas edi. Nimaga? 7 ta viloyatda 7 ta filiallarimiz bor edi. Voy mantpoy, ne zarsa taksiga pul beribsiz? Mayli, ber pulni. Akajon mana dollarda sanab olasiz, taqi-taq. Bantikchalar taqib qo'shlarni kuydiramiz. Po'chog'i bu. Oyla. Yo'q, nima bu? Oyla. Pul qani qilsa? Bilmay, musorga tashlamayman, Dadajon. Yolvoraman. Jannatim. Var yordamsiz, jannatim. Musulkaga yo'q. Faryodim mana, faryodim. Farishtam mana. Aka, bu musurka yopilgan. Nimaga? Bilmayman, musurkachi bola ertalab chiqib ketdi, xursand, xudo berdi, kobalat olaman deb. O ne?